Assalomu alaykum qadrli vatandaşlar. Men hozir Varshava qalasida o'tkazilib o'tirgan OBSE'nin, ya'ni Yevropa Qavmsizlik ham birgesleshuv shirkatining Varshavadagi inson o'lchamlari konferensiyasining 2025-yilgi konferensiyasining bugun 9-kuni sol yerda qatnashib o'tirman. Bugungi tekrarga o'tkaziladigan tema, konferensiyaning temasi bu yerda huquq qo'rg'ovchilar ham cemiyetlik şirketler bu temada bizim Qaraqalpaq delegatsiyasi bugün çıkıp söyleyitini anıq. Sebebi biz tekrargı spikerlerin, yani tekrargı jar sözgü шығушылардың diziminde turgan ekanmiz. Elinde vaqt keşe texnikалық sebeplerге байланысты көп vaqtqa şeker onlayn registratsiya islemey kaldı. Hem sonun hesabından biz ulgurib kaldık. O'tgan kunlari sol registratsiya başlangan vaqtda texnikалық sebepler menen internet qatib qalib atır edi. Kuni kecha juda kech bo'ldi. Misalga aytaylik 45 minut, ya'ni 40-45 minutdan keyin bar başladı. Apoy açılатын vaqtdan 40-45 minutdan keyin. Sonuň üçin bugungi jar sözler juda qiziq bo'ladi deb o'ylaymiz. Sebebi bu yerda hozirgi vaqtda bar Qaraqalpaq delegatsiyasining hammasi jar sözgü chiqadi. Videolarını koyup baraman, marhamat kanalımızdan alışlaman, videolarını görün, siltemesini koyup koyaman, tikili efirden korseniz de buladı, orşasın, Angliçan tilindeksin, hazır siltemesini bekitip koyaman, komentariyaga. Kelesi korskençe, hoş, fikirlerinizi kütüp kalaman.